Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi Oldayman rom ikkita uyimizga eshik derazalarni uстановкасini tugatib bo'ldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Paxtavod tumanida joylashgan. Bu xonadonimizga jami mana uzunligi 7 metr Oldayvonga rom. Ikkita uyga 2 dona deraza, 2 dona eshik o'rnatib berdik. Bu ishimizni materiali Akifani originaldan Zolotoy dupidan qilib berdik. Oynalari bir qavat. Ishlarimizni sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Bu tereskalarimiz. Tereskamizni uzuni 7 metr, bo'yi 276. Romlarida har bitta oraliqdan bittadan ochilishlar bo'lgan. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Eshiklarimiz o'rtaga 140 santimetrlik eshik joylashtirildi. Ustunlarni mana har doimgidek alkafonlar bilan chiroyli qilib oldi tarafini o'rab berdik. Navbatdagi oraligimiz. Oraligimizda ham mana bittadan qanotlari ochilish. Xudo xolasa juda ham chiroyli o'rnashtirildi. Qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa choklari ham mana har doimgidek go'zal holatda. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Ustunlari ham mana bezchak holatda o'raldi. Eshigimiz zamolari ham original, pechatlari joyida, girovkalari ham xudo xolasa go'zal holatda. İçki tomonlarini ko'rsataman. Mana ichki tomonlari ham zazolari juda ham chiroyli tushgan. Romimizning petlalari ham, ruchkalari ham, petlalari ham original. Pechatlari xudo xolasa joyida. Ochilib yopilishlari, girovkalari go'zal holatda. Bu derazalarimizga keladigan bo'lsak, bu derazalarimizning razmeri 1.30 ga, bo'yi 1.50. Eshiklarimizning razmeri 90 ga 2.30. Bu ishlarimiz ham Akifani originaldan ishlangan, mana zamolari hamma yo'g'i original holatda. Ochilib yopilishli girovkalari ham go'zal holatda, xudo xolasa. Bu ishlarni ichki tomonini ham ko'rsataman. Ichki tomonlari derazalarni ham podokoniklarini qo'yib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib qo'ydik. Ruchkalari, petlalari xudo xolasa original. Ochilib yopilishli girovkalari yengil. Qadrli kuzatuvchilar, bu ishlarimizni endi narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari tereskamizni kvadrati 600 ming so'mdan tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik. Ikkita eshik, ikkita derazamizning narxi общий 7 million so'mga to'g'ri keldi. Mana ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa hamma yo'g'iga original mahsulotlar ishlatilgan, Akifani brendidan foydalangan hamma mahsulotdan. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa oldinda hali yangiliklarimiz juda ham ko'p. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Bu ishimizni общий narxiga keladigan bo'lsak, 18 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Yaxshi kunda ko'rishguncha sog' bo'linglar.